Ushbu loyiha Asaka va Andijon BXM hamkorligida Qo'rg'ontepa tumani Nafosat mahalla fuqaro yig'inida 41 sonli konturda bir mahsulot tamoyili asosida amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz mahsulotlari yetishtirilmoqda. Yer maydoni hajmi 10 gektar, uzunligi 517 metr, enligi 208 metr tashkil etadi. Bu yerda o'simliklar zamonaviy usulda yetishtirilmoqda. Hozirda piyoz mahsulotlari bosh olishni boshlagan va hosillarni olish davri yaqinlashmoqda. Ushbu o'simlik o'rtacha 150-180 kunda yig'ib olish rejalashtirilgan. O'simliklarni yetishtirish jarayonida sug'orish va tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilmoqda. Ushbu kontur 60 ta dehqon xo'jaliklariga biriktirilgan bo'lib, har bir yer ijarachi o'rtacha 15 sotikga to'g'ri keladi. Daromadligi esa bir dehqon xo'jaligi o'rtacha 22-23 million so'm tashkil etadi. Loyihani samarali tashkil etish maqsadida agregator Bilimji Agro MCH korxonasi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha 1 gektarda 35 tonna, jami 10 gektarda 350 tonna hosil olishi rejalashtirilgan.